hozirgi kunda moda bo'ldi deymiz rinoplastika. Ya'ni burundagi juda formasini o'zgartirish, o'ziga qarash, ko'proq qizlar qiziqishyapti. ayollarda Burnini ko'tarishyaptimi, shu ko'proq modami? Hmm. Nima burni ko'tarilgan qiz deyish uchunmi endi? Mana shu rinoplastika masalasida siz Yevropaga mutaxassis taqlidda bu. qachon o'zi rinoplastika qilish shart deylu va qachon Ko'rsatmadan oshdi. ko'rsatma deymiz, sizlar til bilan aytganda, qachon ko'rsatma 100% qilish kerak, rinoplastika qilish kerak va qachon umuman ya'ni taqiqlanadi rinoplastika qilish. Mumkin emas unaqa odamga qilish. Siz o'zingiz mutaxassis sifatida ayting, shuni nima deya olasiz? Xo'p, rinoplastikani 2018-yil boshlagan bo'lsam, juda ham ko'p bemorlar kelishadi. Burnimni shaklini o'zgartirib bering deb. Xo'p, o'zimni tajribamdan va o'zimni ilmimdan kelib chiqib aytaman. Ya'ni kimlargadir bu shablon deb ayta olmayman. Ya'ni hammani o'zini kriteriyasi, o'zini Hamma vrachchi o'zini qarashi bor. qarashi bor, Sizni qarashingizda o'zini kriteriyasi bor. Men o'zimni tajribamdan, o'zim ilmdan kelib chiqaman-da. Xo'p, bir nechta ko'rsatma bor rinoplastika qilishga. Masalan, qilish shart bo'lgan bemorlarda. Shart deymiz. Mana ko'p bemorlar kelishadi, ya'ni ota-onasi bilan, ko'pincha 18-20 yoshda. Qizili, asosan qizili. Bolalar ham bor, aytib beraman misollarni hozir. Bolalar ham bo'lgan. Xo'p, nima shikoyat? Shu burnimda ozgina garbinka bor yoki burnim o'zimga yoqmayapti yoki burun uchini ko'tarib bering. Yevropeyskiy nusxa bering. Men aytaman, yo'q, mumkin emas. Sizda yo'q, mumkin emas. Sizda ko'rsatma yo'q rinoplastikaga. Agar nafas olishga qiyshiq bo'ladigan bo'lsa, burun to'sig'ini to'g'rilab beraman, lekin tashqi shaklni o'zgartirib berishga ko'rsatma yo'q. Xo'p, ota-onasiga va o'ziga eshittirib qisqagina, lo'ndagina o'zimni kriteriyamni aytib beraman. Ya'ni bu kriteriya ham o'zim shaxsiy tajribamdan, shaxsiy ilmimdan va butun dunyoni olimlarining xulosalari. Ya'ni Misrda fatvo chiqqan, shu fatvoni aytib beraman. O'zimni olgan aynan rinoplastikaga bo'lgan. Boshqa plastikalarga men ham yo'q. Xo'p, bir necha ko'rsatma bor. Birinchi ko'rsatma, sanayman, burningiz, ya'ni organ noodatiy burun bo'lsa. Tushuntirib beraman, tushuntirib beraymi qanaqaligini? Masalan, siz bilan bu meni burnim odatiy holat, ya'ni men sizga qaradimda, norma. Sizga qaradimda yana qayta qarashga majbur qiladigan burun bo'ladigan bo'lsa, ya'ni noodatiy burun, ya'ni bizlarga o'xshamagan burun, kattaroq ekan, qiyshiq ekan, qalinroq ekan, kartoshka burun ekan, har xil terminlar ko'p bo'ladi. Bu birinchi shart. Noodatiy burun bo'lsa, anatomik holat bo'lsa. Ikkinchisi kulgiga sabab bo'ladigan bo'lsa. Bo'lmasdan kulish. Shunday qaradim, ichimda kulib qo'ydim. Yoki sizga aytdim, mana qizni burni katta ekan, tipa bolani burni mana ekan. Kulgiga sabab bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, uchinchisi hayotida orttirilgan deformatsiya bo'lsa. Travma bo'lsa. Asosan o'g'il bolalarda mushtlash bo'ladi. Qizlarda ko'pincha avtoavariya bo'ladi. Ya'ni mashina avariya bo'lgan paytda mashina burun bilan torpedkaga, oynaga tegishi mumkin yoki bexosdan ko'cha-ko'ydan travma qolishi mumkin. Ya'ni tashqi burun qiyshiq bo'ladigan bo'lsa, bitta qaradingiz, haqiqatan qiyshiqni ko'zingiz ko'ryapsiz. Lekin ahamiyatsiz nomiga qiyshiqlik emas u ham. Konkretno qiyshiq bo'ladigan bo'lsa, bu uchinchi sabab. Xo'p, to'rtinchi sababi tug'ma qiyshiqligi bo'ladigan bo'lsa. Zaychi gubalarda ham burun tashqi defekt bo'ladi. Bitta qanot yo'q bo'ladi, bitta qanot kirib ketgan bo'ladi. Xo'p, mana shu bir nechta ko'rsatmaga binoan men bemorlarni saralayman bemorlarni. Ko'pincha so'rayman. Birinchi, nima shikoyat? Konkretno. Yo'q, nafas olishim yaxshi emas. Ya'ni bemorlar ko'pincha o'zi ham bilib turadi, operatsiya qilish shart bo'lmaganligini. Ya'ni gapni bundoq aylantiraman. Nafas olishim qiyin deydi. Bildirib olsa bu. Tekshiraman, haqiqatan qiyin nafas olishi. Burun to'sim to'g'rilash kerak. Shu bilan bitta tashqi bo'g'rin ham o'zgaradimi deydi savol. Sekin tiqib ketmoqchi bo'ldi. Yo'q, o'zgarmaydi. Faqat ichini qilamiz bo'ldi. Tashqi burni o'zgartirsa bo'ladimi deydi. Nima maqsadda deydi. Anaqa ko'rdim, bunaqa ko'rdim. Ko'pincha hozir trendda bo'layotgan Instagram ko'radi, do postini ko'rishadi. Mana bunaqa burun bo'lishni xohlayman deb, ota-onasiga ham shuni aytadi. Qaysidir xalqlarda shunaqa burnida garbinkasi bor. Gruzinlarda bo'lishi mumkin. Armeniya, Gruzinlarda bo'lishi mumkin. U demak xalqqa xos burun-da, u to'g'rimi o'zi? Endi bizda o'sha o'zbeklarda shunaqa burun bo'lsa, siz u pakajani bo'lmaydi-ku siz operatsiya qilishingiz. Endi qarang, u ham minta anaqadan kelib chiqadi, ya'ni
nima deydi, joylashuvdan kelib chiqadi-da. Masalan, O'rta Osiyoda unaqa burun bo'lish kerak emas, misol uchun-da. Hammada ya'ni kulgiga sabab bo'ladi deb qabul qilasiz shunda? Kulgiga sabab bo'ladi. Agar uni hamchi shaxs o'zidan kelib chiqaman-da. Masalan, bir xillari bor-da, katta burun lekin umuman o'zana qilmaydi. Yaxshiman, zo'rman, mana shu burun Alloh menga bergan. O'shani qabul qiladi, u hech kim buruksin kulsa ham bor qol dedi. Alloh mana shu burun bergan, mana shu burun menga yarashib turadi dedi. Misol uchun unga tekish kerak emas. Uni brendi-da u. Ha, uni brendi o'sha burun bilan tanilgan. O'sha burun bilan xursand u, misol uchun-da. Jean-Paul Belmondo masalan. Ha. Hop, ya'ni xuddi mana shu bemor qizlar kelishadi. Mana shu burnim katta, ko'chaga chiqa olmayman yoki maska taqib yuraman. Maska taqmasam yengi kurukdagilar sindoshlar indamaydi. Unga o'rganib qo'ygan bo'ladi. Yengi kurukka kiradi, 16 yoshdan keyin kollej kiradi, institutga kiradi yoki qanaqa podgotовка kursga borishadi. O'sha kurukda gap boshlanadi. Diskomfort bor. Ha, siz burun manaqa ekan, operatsiya qildirsangiz bo'ladi. Siz bunaqa ekan deb, hattoki bolalar hazillashib, katta burunli palon qizmi deydi. Unda men o'zimni kriteriyim aytaman, yana unda ko'rsatma borda hisoblayman. Bu ham baribir nisbiy ko'rsatma. Ya'ni o'sha jamiyatdagi u odam o'zini o'rnini topa olmasligi bir sabab bo'lib qoladi. Jamiyatdan o'zini olib qochishi, odamlar bilan kontaktga kirishmasligi, yangi auditoriyaga kira olmasligi, ya'ni uni hayotidagi o'rni yo'qolishiga sabab bo'ladi. O'zini qanaqa kamchi sanaydi.